rivoyat aytib bermoqchiman. Rivoyat shundayki, bu albatta rivoyatlarni zamirida faqat hikmat yotadi. Bu rivoyat bo'lgan, bo'lmaganligi haqida bizga ma'lumot yo'q. Shunchaki sizlarga rivoyatni aytib bermoqchiman va har kim bundan o'ziga yarasha ibrat oladi. Bir hikmat oladi. Musa alayhissalom dardga chalinib qolibdi-da, qayerdir og'rib, Alloh taologa murojaat qilib, "Ya Robbi, men og'rib qoldim, dard berding, endi o'zing shifosini bergin" deb so'rasa, nido kelibdiki, tabibga bor degan. Musa alayhissalom o'zini tadbirini ko'rib, bir yaxshiroq tabibni, nomdor tabibni oldiga yo'lga chiqibdi. Borib, navbat kutib, tabibni oldiga kirgan, o'zini dardini aytgan, og'riyapti, shunaqa holatlar bo'ladi deb dardini aytsa, tabib unga deylik toza asal beribdi. Yaxshi, eng yaxshi toza asal. Mana shuni bir kunda 3 mahal iste'mol qilasiz, surtasiz, bog'laysiz kabi bizga o'xshab tushunchalar berganda. Keyin asalni olib uyiga qaytgan Musa alayhissalom uyiga kelib, bemalol o'tirib, hordiq chiqarib, bir piyola choy ichgandan keyin payg'ambar-ku bemalol asalga qarab, "Ey asal, meni davolaysanmi?" deb so'rabdi. Shunda asal payg'ambarga, "Yo'q, men seni davolamayman" debdi. Musa alayhissalom bunga hech qanday ta'ajjub qilmasdan yoki norozilik kayfiyat bildirmasdan og'riqqa sabr qilibdi-yu, asalni tokchaga olib qo'yibdi. Va 3-4 kun sabr qilibdi. Lekin og'riq kuchayavergandan keyin Alloh taolaga ikkinchi marta murojaat qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri boshqa tabib izlabdi. Ikkinchi tabibning oldiga borsa, ikkinchi tabib unga har xil giyohlar beribdi. Masalan, halila, balila, zafaron, omila kabi qimmatbaho giyohlardan beribdi-da. O'sha giyohlarni olib kelib Musa alayhissalom uyiga qo'yibdi va giyohlarga qarab, "Bulardan ham so'rab ko'rayin" degan. "Ey giyohlar, sizlar menga davo bo'lasizlarmi?" deb so'rasa, bu giyohlar ham xuddi asalga o'xshab, "Yo'q, seni dardingga davo bo'lmaymiz" deb javob berishdi. Hayron qolgan Musa alayhissalom yana bu giyohlarni ham tokchaga qo'yib 3-4 kun yana sabr qilibdi. Yana og'riq kuchaygan. Keyin shunda tavakkal qilib o'zining mahallasidan bo'lgan bir yoshroq, nomi chiqmagan tabibning oldiga boribdi. O'sha nomi chiqmagan tabibga borsa hech qanaqangi odam yo'q, navbat yo'q. Shunchaki kirsa, hovlida ketmon chopib ishlab yotibdi tabib. Yangi tabib, yosh tabib. Oldiga borib salom alikdan keyin, "Keling ey Musa" deb so'rasa, Musa alayhissalom o'zini dardini aytibdi. Shunday holatlar bo'layapti, og'riyapti. Avvalgi tabiblarga aytgandagi. Shunda yangi tabib juda ham oson ekan. Hech qanday muammongiz yo'q. Mana hozir sizga davo bo'ladigan eng yaxshi dorini beraman deb hovlisida o'sib turgan oshqovoqning barglaridan 10-15 tasini yulib olib, o'sha chapanichasiga olib kelib Musa alayhissalomning oyog'ini tagiga tashlab, "Mana shu oshqovoqning barglarini uyingizga olib borib, qaynatib, achchiq-achchiq choy qilib ichasiz, bo'ldi, yaxshi bo'lib ketasiz" deydi. Odob yuzasidan Musa alayhissalom haligi barglarini olib uyiga olib kelibdi. Endi mahmadonalik qilmaganda uyiga olib kelibdi-yu, qo'yib, endi asal va qimmatbaho giyohlar davo bo'lmadi-yu, shu oshqovoqning barglari davo bo'larmidi deb o'ylab o'tirib, bir piyola choy ichibdi va so'rabdi, "Ey oshqovoqning barglari, sizlar mening dardimga davo bo'lasizlarmi?" deb. Shunda nima bo'pti deyin? Oshqovoqning barglari aytibdi, "Ha, biz sening dardingga davo bo'lamiz." Hayron qolgan Musa alayhissalom Allohga yuzlanibdi, "Ey Allohim, Robbim, bu
qanday mo'jiza, qanday siri sinoat bo'ldiki, menga o'zing dard berding, o'zing shifosini berasan, lekin bir sababini bergin, bu dardga chidolmayapman desam, tabibga bor deding. Tabibga bordim. Tabib menga birinchisi asal berdi va o'sha asalni davo emasligini o'zi aytdi. Ikkinchi tabibga bordim. Ikkinchi tabib qimmatbaho giyohlar berdi. Qimmatbaho giyohlar ham davo bo'lmas ekan, o'zlari aytdi. Endi uchinchi tabibga borsam, oddiygina oshqovoq barglarini berdi. Oddiygina oshqovoq barglaridan so'rasam, ular mening mana shunday dardimga davo bo'lar ekan. Buni qanday tushunay ey Allohim deb so'rasa, nido kelibdi-da, ey Muso, oshqovoqning barglari ham seni davolamaydi. Faqat sening tuzalayotgan vaqting keldi deb aytibdi Alloh taolo. Endi shundan xulosa qiling. Qachon tuzaladigan vaqti kelsa, kimnidir, nimanidir sababchi qilib qo'yadi. Shunda tokchaga qarasa, Muso alayhissalom o'sha o'tgan safar qo'ygan asal va haligi giyohlar ham biz ham davolaymiz deb turgan ekan. Mana ko'ryapsizmi? Oshqovoqning bargimi, asalmi, qimmatbaho giyohlarmi yoki bugungi kundagi qimmatbaho ukollarmi, qimmatbaho tabletka, siroplar yoki qimmatbaho operatsiyalar bo'ladimi? Qaysi bo'lishidan qat'iy nazar tuzaladigan vaqtingiz kelsa, o'shanda shifo topasiz. Siz kimnidir yoki nimanidir ayblamang. Qaysidir tabibning oldiga borsangiz va u sizga qanaqadir giyoh bersa, undan davo topmasangiz, shifo topmasangiz, tabibni aybdor qilmang. Yoki doktorga borsangiz, u sizga qanaqadir dori ukollar yozib bersa-yu, uning o'sha bergan tavsiyalari, ko'rsatmalari asosida dori ukollar qilinsa va hech qanaqangi shifo topmasangiz, doktorni ham yomon ko'rmang. Chunki u sizga yaxshi bo'lsin deb 10 yil o'qigan bo'ladi. U sizga yaxshi bo'lsin deb 20 yillik tajribasi bor. Sizni o'sha foydangiz, salomatligingizni o'ylab o'sha joyda o'tiribdi. Endi bizning maqsadimiz sizlarga yaxshi bo'lishlik, yaxshi bo'lishlikni biz tilaymiz va qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Shifoni Alloh beradi. Biz harakat qilamiz va o'zingiz ham harakat qiling. Shunda ko'zlagan natijaga erishsa bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.